Bo'ldi, videoni boshlashdan oldin kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Bu men uchun katta yordam bo'ladi. Albatta, tezroq 1K obunachi yig'ishimiz kerak. Meni qo'llab-quvvatlagan holda like bosib obuna bo'ling. Men roziman. Sizni mana shu ustaxonami, do'konmi, xullas shuni sotib olaman. Va mana sizga hozir pullarni berishim shart a. Albatta, hozir mana. Sizga qancha kerak edi? $1300. 1300. Mana sizga $1000. Va bular xullas sanaganim yo'q, o'zingiz sanab olasiz. Bu menga kalitmi? Aha, do'konni kaliti. Rahmat, bo'ldi. Unday bo'lsa, rahmat. Hujjatlarni albatta ertaga tashib ketasiz degan umiddaman. Aha, bo'ldi, ertaga tashib ketaman. Bo'ldi, rahmat. Xo'p, unday bo'lsa, bu do'konni men sotib olganman. Всем привет, bolalar. Qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Yuribsizlarmi? Charchamasdan. Xullas, bu yangi kanalim, albatta obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Xo'p, men bu nimani sotib oldim, ustaxonani. Ya'ni men ustachilikka o'qidim va endi ustachilik qilmoqchiman. Juda ham ajoyib, menga yoqyapti bu narsa va albatta hozircha ichi bo'm-bo'sh, buni hali yangilaymiz. Men narsalar sotib olganman va ularning kelishini kutyapman. Juda ham yaxshi. Ana endi uyga boraman. Uyimga borgandan so'ng nima desam bo'ladi? Uyimni sotib yubordim bu narsani, ustaxonani olish uchun. Endi ko'ramiz. Mana bilachian, sizning narsalaringiz tayyor va nima desam ekan, qarang mana bu yerga har xil to'siqlar va mana bunday narsa, bu apparat narsalarni ilib qo'yishingizga yordam beradi. Mana bu yerda zapravchiklar va mana bu yerda chuqurchani ham qildik. Mana buni ham o'rnatdik. Mana bu monitorni, bu kichkina narsalarni kattalashtirib ko'rsatib beradi va mana bu narsalar bilan o'zingiz bilasiz. Va albatta sizning xonangiz mana ajoyib. Sizga yoqdi degan umiddaman. Yoqdimi? Albatta janob, bu juda ham ajoyib va ish haqi qancha bo'ladi? Bor yo'q $100. Aha, mana sog' bo'ling, rahmat. Agar yana xizmat bo'lsa chaqirib turing, xo'pmi? Xo'p, bo'ldi. Rahmat kattakon. Xullas bolalar, bu narsalarni hammasi $100 emas, shunchaki joylashtirishni o'zi $100 bo'ldi va bu nima desam ekan, menimcha bugunga yetarli bo'ladi va ana endi shunchaki mijozlar kelishini kutamiz. To'g'ri, hammaning ham mashinasi buzilavermaydi hozirgi zamonda, ammo nima desam bo'ladi, mayli, bilmadim. Bu qizil esa mening mashinam, o'zi chekkada turibdi. Xo'p, mayli. Unday bo'lsa, nima qilamiz? Shunchaki klientlarni kutamiz, menimcha boshqa qiladigan ishimiz ham yo'q. Hammasi joyida. Mana shu yerga bitta banner ilib qo'yishim kerak. Ismimni yozib, mana bu esa yo'lga xalaq beryapti. Neto joylashtiribdi, hamma hech nima qilmaydi. Xo'p, o'zi nima dedi? Bu narsa ilib qo'yadigan dedi. Aytgancha bu yerga har xil balon, xullas shunga o'xshagan narsalarni ilib qo'ysam kerak. Ey, kimdir bormi? Tushunmadim, kim baqiryapti? Voy, bu yoqqa qaranglar. Voy. Sizmi? Bu yoqqa qaravering. Yaxshi, hozir muncha baqiradi. Xullas, mana bu mening mashinam. Bilasiz, endi katta bolalarning mashinasi bu. Men ham katta bo'laman. Xullas, bu mashinam motori g'alati bo'lib qoldi, shu uchun to'g'rilab bering demoqchi edim. Siz ustasiz-ku, to'g'rimi? Ha, ustaman. Katta bola bo'lsangiz, mayli. Ish haqini qachon berasiz? Tugatganingizdan keyin kelaman olib ketishga, balki ertaga. Tushunarli. Menimcha bu katta bolalarning mashinasi emas. Chunki katta bolalar mashinasi Cobalt, bu Gentra bo'lsa kerak, yana bilmadim. Xullas bolalar, ana endi buni birinchi bizni mashinamiz. Bu endi nima qilamiz? Tuzatamiz albatta. Motor g'alati bo'lib qoldi dedi. Hozir esa tuzatishimiz kerak. Mana bu manzarani ko'rgan holda mana bu daraxt to'syapti hamma yoqni. Yorug'lik tushib turgan bo'lardi agar shu daraxt bo'lmaganda. Xo'p, mayli. Ana endi buni nima qilamiz? Albatta buni almashtirish kerak menimcha. Xullas bolalar, men aytilgan ishni qildim. Mana buni olib tashladim, motorni xullas o'sha narsani va ana endi bu yerdan yangisini qo'yamiz. Mana bu qo'limdagi yangi. Bu yangisini bu yerga joylashtiramiz. Ana bo'ldi. Xo'p, bolalar, ishimiz tugadi, lekin juda ham ko'p vaqtim ketdi buni olishga. Rosa qiyin ekan. Taglarini ko'rib tekshiramiz. Tagdan ham yaxshi joylashdi va menimcha hammasi joyida. Bo'ldi. Menimcha hammasi joyida. Ana endi bu mashinani egasi kelmayapti, shuning uchun chekkaga parkovka qilib qo'yamiz, ammo yomg'ir yog'ib yuborgan.
Xo'p, mayli, bu mashinani ichini ham tekshirib qo'yishim kerak har ehtimolga qarshi. To'g'ri, egasi aytmadi bunaqa deb, lekin shunchaki usta sifatida ichini ham ko'rishim kerak. Nima kamchiligi bor, nima ko'pchiligi, xullas shunday. Menimcha bu yerda hammasi ajoyib bo'lsa kerak. Xo'p, mayli, bu yerda hech qanday kamchilik ham, ko'pchilik ham yo'q. Ana endi buni chekkaroq qo'yib qo'yishim kerak, ammo o'zim what the fuck? Otmi? Nima qilyapti? Tushaman mashinam ustidan. Dabdalaq tashading mashinamni. Bular kadr deb o'zida, lekin bu ot. Bularni bo'ldi, menimcha qo'yib bo'ldim shekilli. Oy bolam. Kimdir chaqiryapti. Oy! Usta bolam. Ha, eshitaman. Senmisan usta? Ha, menman. Bu yoqqa qara, xullas. Mana bu mashinamni ballonlari kal bo'lib qoldi. Shuni yangisiga almashtirib bera olasanmi? Ha, albatta. Ish haqingni kelganimdan so'ng beraman. Kutaman. Bo'pti. Yaxshi, juda ham eski retro mashina ekan. Mayli, eshigini yopib qo'yamiz va buni endi nima qilishim kerak? Nima desam, ballonlarni almashtirishim kerak. Bu yerda hammasi ajoyib, hammasi joy-joyida, hech qanday xatolik yo'q. Menimcha bo'ldi. Endi bo'lsa ballonni olamiz. Mana bular kim? Voy, nima qilyapsiz? Mashinani olib ketyapman. Pulini bermaysizmi? Qanaqa pul? Tuzatganim uchun pulda. Yo'q, hech qanaqa pul bermayman. Nima? Bunda mashinani hech qayerga qo'yib ketmaysiz, kalitim endi. Tushunmadim. Do'stim, keyinroq kelamiz, yur militsiyani chaqirib kelaylik. Ketdik. Qanaqasiga militsiya? Men nima qildim? Keyin ko'rasan sen mendan. Nima? O'lla, video o'z nihoyasiga yetdi. To'g'ri, qisqa bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Albatta videoga like bosib kanalimizga obuna bo'ling. Ikkinchi qismi uchun attiga sizlardan 50 tagina like so'rab qolaman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aytgancha sizlarga yana bir gap. Nima desam bo'ladi? Bu kanalni tezroq 1 k obunachi qilsak, biz yaqinda konkurs qilamiz. Albatta obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Hammaga rahmat.